Tog'ajon avtoga obuna bo'lmasdan hali bizlarni kuzatib boryapsizmi Tog'ajon? Shu paytning o'ziga obuna bo'ling. Siz uchun bugun 23-yil Cobalt topib qo'yganmiz. Ma'lumotlarni video davomida aytib o'taman. Tog'ajonim, bugun siz uchun Cobalt 2023-yilda JK2 rangli Cobaltni tozasini topib qo'ydim Tog'ajon. Shu paytning o'ziga bitta Tog'ajon avtoga obuna bo'lib qo'ying. Siz uchun deb Tog'ajon. 2023-yil bosib o'tgan masofasi 67 000 km. Hamma xarajatlari qilib qo'yilgan. Metan gaz ballonlari 90 talik qo'yilgan Tog'ajon. 4-pokoleniyasi. Kraskalari 100% top tozagina. Bitta joychasi bor ekan, rang uchmagan. Faqatgina yerni o'ziga nimadirgina yengilcha o'tib ketgan Tog'ajon. Umuman bilinmaydi, faqatgina yaxshilab qaragan paytlaringiz bilinadi Tog'ajon. Mashinalarimizni 17 razmer diskalar ham o'rnatib qo'yilgan Tog'ajon. Ballonlari ham yangi. Rullarga bemalol ko'rishlaringiz mumkin, motorlarni ham o'rnatib qo'yilgan. Bemalol monitorlarni boshqarishlaringiz mumkin. Test monitorlari ham qo'yilgan. Avtomat korobka Tog'ajon. Mashinamizning narxi qancha deb o'ylaysiz Tog'ajon? Mendan oldin bir kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring Tog'ajon. Mashinamizning egalari kelgan paytimiz 11800 deb o'tirgan edilar. Men aytdim, uncha narxga ketmaydi. Hozir mashinaning narxlari juda ham pasayib ketgan Tog'ajon. 11000 ga ko'ndirib qo'ydik Tog'ajon. Nima deysiz? Arziydimi yo'qmi? Yana kelgan payt biz nomimizdan kelsangiz, sunnatiga yana o'tib beradi Tog'ajon. Mashinamizga o'zlaringiz baho berib, kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni qoldirish eslaringizdan chiqmasin.